Assalomu alaykum taqva ishbozlari, aka-ukalar. Ana yangi partiya va oxirgi partiya bu sezonga jo'jalar oldik. Mana uchirishga tayyorlaymiz, budkamizga joylashtiramiz, budkamizni yuvganmiz. Mana shu jo'jalarimizni hozir birma-bir ko'rsatib beraman sizlarga. To'g'ri, ichida mazalar qochganlari ham bor. Shularga parvarish berib, nazorat ustiga olamiz. Ular karantinda edi, ota-onadan ajralgan. Ular mustaqil. Kimi nazari tushgan bo'lsa, beramiz. Kelishtirib. Kim shunchaki tomosha qiladigan bo'lsa, barakasini bersin deylar va ko'z tegmasin deb qo'yasizlar. O'zimizga yoqqan, xohlagan qushlarimiz tagidan chiqardik. Xudoga shukr. Sal mazasi qochdi. Xudo xolasa bir 3 kun ichida bir ikkitasi mazasi qochdi. Duman, oqcha. Shular mazasi yo'q, ikkitami uchtasini. Hozir birma-bir ko'rsataman akalar. Chaqmoqcha. Uzun eski chaqmoqlarning tagidan chiqqan bir dona piskuncha. Bir tavag'i o'lla, ikkinchi tavag'i aytgancha. Belanosi. Menimcha qara ko'z bo'ladi. Bu katta o'qib. Mana qaracha. Onasi raketa, otasi bosh chubatdi, onasi ham chubatdi. Dumancha. Şöyle dumancha chiqdi. Bir tavag'i chubatdi. Mana ham tanasi. Dumancha. Ham tanasi oq. Ham tanasi. Mazasi qochdi buni. Endi boshlayapti. Movicha. Ham tanasi oq. Jo'jala chilab yuribdi ham tanasi. Qarachamiz. Aytib o'tirman qaysi liniya. O'zimizga yoqqan liniyalar tagidan chiqqan hammasi. Hech qaysi liniyalarni aytib bermayapman, ahamiyat bersangiz. O'zim uchun bilsak bo'ldi. Pasli iskuncha Xurshid akam zotlardan Xurshid akamga kattakon rahmat. Har doim eslab turamiz, jo'jalar chiqsa, bir dona jo'ja chiqqan.